18,5 kilovat kechirasizlar. 18,5 mana bu qator bu emas. 15 emas, bu xato joylashib qolgan. 18,5 kilovat mana bu qatorda mana. 18,5 kilovat aylanish chastotasi 1467, ya'ni 1500 dan ozgina kamayadi. Ishqalanish hisobiga parametrga ega bo'lgan 460M o'z markali motor tanlangan. Endi shu yerda shu narsani aytib o'tish kerak. Agar sizlarda bu son qiymati jadvaldagi quvvat bilan bir xil bo'lmasa, o'sha quvvatga eng yaqini o'zidan katta bo'lgan variantga yaxlitlash kerak bo'ladi. Masalan, 18,5 emas, masalan, 19,8 chiqib qoldi kilovat. 18,5 emas, 19,8 kilovat bo'lib qoldi. Natija. Demak, bu holatda biz qaysi tanlagan bo'lardik? Bunda 18,5 kilovatlik quvvat ta'minlay olmaydi 3-valni va albatta undan yuqori bo'lgan, ya'ni 22 kilovat. Mana shu 22 aylanishiga 1470 bo'lgan motorni, mana shu motorni tanlashimiz kerak bo'lib qoladi. O'sha narsaga e'tibor bilan yondashasizlar. Kamida o'ziga teng yoki undan bir pog'ona yuqori bo'lgan elektromotor tanlash tavsiya qilaman. Elektromotorning aylanish chastotasi, demak, sizlarda ixtiyoriy tanlashni aytib o'tdim. Xohlagan bir aylanish chastotasidan tanlaysiz. Aylanish chastotasining baland yoki kichik bo'lishi faqat reduktoringizni tishlar soni, pog'onalarini joylashuvi bo'yicha turli variantlarda grafik ta'sir hosil bo'lishini ta'minlaydi. Motorni tanlaganimizdan keyin yuritmaning uzatishlar nisbatini tanlashga o'tamiz. Ya'ni uzatishlar nisbati degan tushuncha bor bizda. Uzatishlar nisbati, masalan, mana bu valdan ikkinchi valga harakat o'tganida harakat nechta marta o'zgarishini tushunamiz bunda. Nechta marta kamayadi birovchi moment yoki oshadi. Aylanish chastotasi nechta marta kamayib oshishi uzatish nisbati deb yuritiladi. Masalan, mana shu shkif to'g'risida gapiradigan bo'lsak, agar mana bu kichkina shkifimizni diametridan buniki 2 marta katta bo'ladigan bo'lsa, masalan, harakat 2 marta kamayishi mumkin. Yoki mana bu yetaklovchi g'ildiragimizning tishlar soni 25 bo'lsa, kattasiniki 50 bo'ladigan bo'lsa, 25 50 ni 25 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 2 marta harakatni kamaytirib beradi. Ya'ni uzatish nisbati 2 ga teng deb yuritiladi. Uzatish nisbati 2 ga tengligini bildiradi. Mana shu uzatish nisbati koeffitsient standart kattalik. Demak, yuritmamiz uchun biz endi uzatish nisbatlarini qanday bo'lishini hisoblab topishimiz kerak. Demak, buning uchun dvigatelning aylanish chastotasini mana bu formulaga e'tibor qilasizlar. Dvigatelning aylanish chastotasini 3-valning aylanish chastotasiga bo'lish orqali umumiy yuritmaning uzatish nisbatini aniqlab olamiz. Dvigatelning aylanish chastotasini biz tanlaganmiz 1467. 3-valning aylanish chastotasi esa uning burchak tezligi orqali hisoblanadi. Mana bu formulada hisoblangan. Demak, burchak tezligi esingizda bo'lsa 15,5 edi. Demak, 148 aylana minut tashkil qiladi. Qiymatlarni muvofiqlash o'rniga qo'yadigan bo'lsak, 9,91 ga teng. Ya'ni bu nimani bildiradi? Elektromotordan chiqayotgan harakat 9 toki ich qurumaga kelguncha 9,91 marta kamaytirilishi kerak. Burchak tezligini bildiradi. Demak, buning uchun birinchi tasmal uzatmaning uzatish nisbati va reduktorning uzatishi. Reduktor va tasmal uzatma va reduktorda har birining uzatish nisbati ana shu 9,91 ni ta'minlashi nazarda tutilgan. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, uzatish nisbati ham standart kattalik hisoblanadi. GOS 12.289.91 ga asosan uning qiymati mana shu qatorlardan tanlanadi. Mana shu, demak, uni xohlagan bir sonda tanlamasdan aynan mana shu qiymatlarga da tanlash tavsiya qilaman. Shuning uchun GOS ga asosan reduktor uchun 2 ni, mana u reduktorga 2 ni tanlaymiz. Mana qatorda turibdi. Va tasmali uzatmani yuqoridagi formulaga asosan topib olamiz. 991 ni 2 bo'lib 4,5. Demak, tasmali uzatmaniki 4,95,
495 ham qatorlarda bo'lmaganligi uchun, mana bu qatorlarda bo'lmaganligi uchun uni eng yaqiniga yaxlitlaymiz. 495 masalan 5 ga yaqin. Shuning uchun mana 2-3 jadvalda 5 ni qabul qilamiz deb yozilgan. Va umumiy uzatish nisbati standart jadvallardan qabul qilingan holatda 5 - 2 10 ekanligi aniqlangan. Demak, shu yerda e'tibor qilib o'tamiz. Aslida 9,91 kerak edi bizga, lekin 10 bo'lib qoldi. Mana shu yerdagi farq normativ ruxsat etilgan oralikdan chiqib ketmasligiga e'tibor qilishimiz kerak. Buning uchun mana bu xatolikni hisoblash formulasi bor. Bu 4% dan oshmasligi so'ralyapti. Demak, ushbu formula orqali buni 4% dan oshdimi bizlarni standartdan tanlagan boshqa qiymatlarimiz natijasidagi uzatish nisbati yo'qmi tekshirilyapti. Mana oshmagan, hatto 1% ga ham bormagan. Demak, shart bajarildi. Shart bajarilgandan keyin davom qilamiz. Konusumar reduktorning yetaklovchi valining kinematik va energetik ko'rsatkichlarini aniqlab o'tamiz. Demak, barcha vallarda demak birinchi, ikkinchi va uchinchi valning energetik ko'rsatkichlarini endi aniqlab jadval holiga keltiramiz. Buning uchun ikkinchi valning aylanishlar chastotasi mana dvigatel, ikkinchi val tasmali uzatmani uzatish nisbatiga bo'lish natijasida ikkinchi valning aylanish chastotasi kelib chiqadi. Bu oddiy fizika, matematika qonunlari asosida olib boradi. Ya'ni mana buni oboroti ikkinchi valga o'tganda, demak, tasmali uzatmani uzatish nisbatiga bo'lish kerak ekan. Mana shu narsa qilingan 290. Burchak tezligi aniqlanadi keyin. Demak, burchak tezligini aylanish chastotasiga bog'lab ikkinchi valniki e'tibor qilasizlar. Ikkinchi valning to'g'risida boryapti gap. Ikkinchi val to'g'risida boryaptimi? Indeks ikkinchi valning parametrlari qo'yilishi kerak. Ikkinchi valdagi quvvat, demak, birinchi valdagi quvvatni tasmal uzatmaning quvvatiga ko'paytirish natijasida hosil bo'lyapti ikkinchi valdagi quvvat mana. Demak, ikkinchi valdagi quvvat albatta tasmal uzatmaning ma'lum miqdorda energiyani iste'mol qilish natijasida 18,5 kilovatimiz 17,76 ga tushyapti. Mana. Va ikkinchi valdagi xuddi shunday birovchi moment. Quvvatni burchak tezlikka bo'lish natijasida birovchi moment aniqlanyapti ikkinchi valimizda. Xuddi shunday reduktorning yetaklanuvchi vali uchinchi val uchun ham bu narsa bajariladi va birinchi valdagi burchak tezlik birinchi val uchun ham bu narsa bajariladi. Har uchala val uchun ushbu qiymatlar aniqlanadi va yuritmaning vallaridagi energetik ko'rsatkichlar ushbu jadvalda tasvirlanadi. Demak, birinchi valdagi quvvat, burchak tezlik, birovchi quvvat, aylanish chastotasi, burchak tezlik va birovchi moment. Xuddi shunday ikkinchi valniki, uchinchi valniki mana shu tartibda jadvallashtiradi. Ushbu jadvalni to'g'ri va aniq yechilishi bizga kurs loyihaning keyingi bosqichlarini xato qilmasdan to'g'ri olib borishimizni ta'minlaydi. Shuning uchun hurmatli talabalar, mana shu joyga bitta tekshirib olish bajarishingiz kerak. E'tibor qiling jadvalga. Dvigatel, ya'ni N1 birinchi valning quvvati 18,5 dan iste'mol qilinib kamayib boradi, 3-valgacha ozozdan kamayadi mana. Aylanish chastotasiga e'tibor qilamiz. 1467 293. Birinchida 5 marta kamayyapti mana. Undan keyin 2 marta kamayyapti. O reduktorning ichida eslaringizda bo'lsa 2 adi reduktorning o'zi. Demak, 5 mana buni 5 ga bo'lsa, taxminan bu kelishi, uni 2 ga bo'lsa bu kelishini mana shu kamayish nuqtai nazaridan tekshirib olish mumkin. Xuddi shunday burchak tezligimiz 153, u ham 5 va 2 marta mana 153 ni 5 ga bo'lsangizlar taxminan 30 qancha, 12 bu ham shu mana bu ikkisi uzatish nisbatiga taqsimlash tartibida kamayadi. Birovchi momentimiz ham kechirasizlar, bu yerda 120 joylashgan, bu 120 emas. Tak, birinchi valimizda 1200 bo'lsa kerak edi. Demak, to'g'ri. 120 uchinchi valimizniki 1102 newton metr. Bu 1000 xato 1000
102 mana. Birinchi momentimiz esa oshish tartibida boradi. Uchalasi kamayish, birinchi moment oshdi. Demak, motordagi birinchi moment 120, reduktorda 579 va reduktorning chiqish vali aralashtirgich valimizda 1102 oshish tartibida joylashgan. Xuddi mana shu joygacha bajarilgandan keyin elektrodvigatel tanlash va kinematik hisob bajariladi. Panasman tazmal uzatmani hisobini esa keyingi video konsultatsiyalarimizda ko'rib